Assalomu alaykum. 6-darsimizni boshlaymiz. Bugun ko'rib chiqadigan mavzumiz so'nggi paleolit davri va uning yodgorliklari. Mm, Rejamiz bo'yicha bugun 3 ta savol masalani ko'rib chiqamiz, ya'ni so'nggi paleolit davri va uning o'rganilishi, so'nggi paleolit davri xususiyatlari va so'nggi paleolit davri yodgorliklari. So'nggi paleolit davri ilmiy adabiyotlarda so'nggi paleolit davri yoki bo'lmasam yuqori paleolit davri tushunchasi ham ishlatiladi. Bu davr miloddan avvalgi 40-chi, 12-chi mingyilliklarni o'z ichiga oladi. Paleolitning so'nggi davri bu. Bu davri Arinyak, Saliutri, Madlen davrlarda o'z ichiga oladi. Masalan, Arinyak davri bu miloddan avvalgi 35-chi, 22-chi mingyilliklar. Bu davrda tosh texnologiyasida anchagina o'zgarishlar sodir bo'ldi. Tosh ishlab texnologiyasida, ya'ni plastinkasimon tosh quroli, qalin uchirindi, mayda mana shu zarbalar yordamida o'tkirlab yasalgan tosh qurollar yasalish boshlandi. Salyutri davri bu davr ham mana shu miloddan avvalgi 21 va 18 mingyilliklarni o'z ichiga oladi. Bu davrda tosh qurollarda bargsimon shakli, ya'ni bargsimon shaklida yasalgan, sirti anchagina retushlangan, sirtiga ancha ishlov berilgan tosh qurollar va bu davrda eng so'nggisi mana shu Madlen davri, bu miloddan avvalgi 17-12 mingyilliklar. Bu davr ham juda katta, 5000 yillik davr. Bu davrda tosh qurollarga ishlov berish usullari keskin o'zgardi. Albatta, har davrda o'ziga xos tosh texnologiyasi, anchagina insonlarning ongi tafakkuri ham bu davrda, ya'ni o'sha Kromanyon odamlar, hozirgi zamonaviy tipdagi o'sha Homo sapienslar anchagina tafakkuri, ongi ancha rivojlangan o'sha davr odamlari. Bu davr qurollari asosan prizmasimon nukleusdan yasalgan qurollar, tosh qurollar sirt tomoni tekis qilib sindirib olingan tosh bo'lagidan yasala boshlangan qurollar ishlab chiqarish ko'paydi. Bunday yasalgan tosh qurollari mukammal ishlangan bo'lib, samaradorligi ancha mukammal bo'lgan va ish samaradorligini ancha oshirgan. Bu davrda Homo sapienslar, ya'ni zamonaviy qiyofaga ega bo'lgan odam shakllandi. Bunday, ya'ni ularni Kromanyon odamlari ham deydi. Bunday deyishimizga sabab o'sha Fransiya yaqinidagi Kromanyon g'oridan shu odam qoldiqlari, Homo sapienslar qoldiqlari topilgandan keyin fanga Kromanyon odami deb atalgan. O'sha 19-asrda ikkinchi yarmida Edward Larte degan olim tomonidan topilgan. Bu juda ham ko'p o'sha paleolit davriga oid bo'lgan juda ko'plab topilmalarni fanga kiritgan inson sifatida tarixga kirgan. U Yevrosiyo hududidan so'nggi paleolit davriga oid 100 ga yaqin Homo sapiens odamiga tegishli qabrlarni ochib o'rgangan. O'sha davrga xos bo'lgan odam simonlar, mana suyaklari hozirgi bosh chanog'i hozirgi zamon odamlarini boshiga juda ham o'xshash skeletlari. Bu davrga kelib urug'chilik shakllanib, matriarxat tuzumi boshlandi. İnsonlarda diniy tasavvurlar, bu davrda olimlarning fikricha irqlar ham vujudga keldi. Ya'ni bilamiz biz 3 ta irq bor. Ilm fandan olgan, ya'ni Yevropoid, Negroid va Mongoloid irqlari. Bu davrda kelib san'at paydo bo'ldi. So'nggi paleolitda, so'nggi o'sha mingyilliklarda qoyatosh suratlari, haykaltaroshlik, ilk haykaltaroshlik boshlandi. Chunki ilk haykallar suyaklardan yasalgan, o'sha plastinka, yana o'sha men boyaga tilga olgan Edward Larte tomonidan topilgan qoyatosh suratlari paydo bo'ldi bu davrga kelib. Mashhur o'sha tasvirlar Altamira, Ispaniyadagi, Fransiyadagi Fondegon, Lasko g'orlari, Rossiya, shu Uraldagi Kapova g'orlarini misol qilib keltiramiz. Mehnat qurollari ishlashda retushlash usuli paydo bo'ldi bu davrda. Pichoqlar bu davrdagi suyakdan yasalgan garpun asosan baliq tutishda ishlatilgan. Igna, bigizlar, o'sha insonlar postinlarni, ya'ni tikish uchun ilk bor ignalar, o'sha suyakdan yasalgan bigizlar. O'rta Osiyoda esa 30 ga yaqin joydan so'nggi paleolit davriga oid garpunlar topildi. Mana siz ko'rib turgan garpun namunalari asosan baliq tutishda, ovchilikda ishlatilgan.
So'nggi paleolit davri yodgorliklari O'rta Osiyoda, bu davrda yuqori paleolit davri deydi, 30 dan ortiq yodgorlik ochib o'rganilgan. 10tasi O'zbekistondan topilgan. Zarafshon vohasi, Samarqanddagi o'sha makoni, Siyobcha makoni, Toshkent vohasida o'sha Ko'lbuloq makoni, Bo'zsuv, Takalisoy, Tuyabog'iz makonlar ham olimlar taxminida, tadqiqotida o'sha so'nggi paleolitga oidligi aniqlandi. Zarafshonning o'rta oqimi hududlarda, o'sha To'qayzor, cho'lli hududlar, tog'oldi hududlarda odamlarni yashashi uchun juda ham qulay joylar bo'lgan, ovchilik uchun ham. E, Bu yerda makonlarda yovvoyi ot, eshak, tuya, bug'u, jayron, toshbaqa, bo'ri va boshqa qushlarni e, suyaklari topib topilgan. Endi insonlar ularni ham ov qilib iste'mol qilishgan. Ovchilik rivojlangan bo'lgan. Asosiy mashg'uloti bu yerda yashagan insonlarda ovchilik bo'lgan. Termachilikni ahamiyati ham yuqori bo'lgan. Chunki endi so'nggi paleolit davrini eng noyob yodgorliklardan hisoblangan o'sha e, yodgorligi Samarqand yaqinidagi o'sha Siyobcha yodgorligi 1939-yilda Harlamov degan olim tomonidan topilgan. Jo'raqulovlar bu yerda 60-70-yillarda tadqiqot olib o'tkazgan. Hozirgi kunda Samarqand Davlat universiteti arxeologiya kafedrasi olimlari va madaniy meros agentligi tasarrufidagi Samarqand arxeologiya instituti olimlari tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Samarqand makonini Lev degan sovet olimi tadqiqotida, uni davrlashtirishda taxminan bu yodgorlik 35 ming yilliklarga miloddan oldingi tengligi aniqlandi. Keyingi tadqiqotlar uni yoshini 20 ming yillik bilan baholashdi. Hozirgi kunda albatta olimlar tadqiqotlar o'tkazib, bu makonda yangi davriy chegaralari aniqlanib bordi. Makonda Kromanyon qiyofasiga odamlarning suyak qoldiqlari topilib o'rganildi. Masalan, chuqurlikdagi ko'pki o'sha pastki jag suyaklari 9 ta inson tomonidan antropologlar bu 25 yoshlar chamasi ayol suyaklari deb taxmin qilishyapti. Madaniy qatlamda yosh bolaning ham qoldiqlari topildi. Samarqand makonida ko'plab o'sha tadqiqotlar natijasida dengiz chig'anog'i qanday kelib qolgan, albatta bu noma'lum. Zeb-ziynat, bunday ko'plab mana shu chig'anoqlar Hind okeani, o'sha Qizil dengiz, Fors ko'rfazi hududlaridan ko'proq uchrashi, albatta bu juda ham olimlarni qiziqtirib qo'ygan. Samarqand makonida 20 ga yaqin kichik teshikchasi bo'lgan tuxumsimon qurollar, dumaloq shakldagi ikkita yupqa qayroq toshdan yasalgan qurollar ko'plari topildi. Mana shu yerda keyingi mavzumizni davom ettirgan payti mana shu yerdan hozircha tugatamiz. Keyingi mavzuda bu masalani yana ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Rahmat.